Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida mehnat muhofazasi bo'yicha yangi milliy talablarni amaliyotga joriy etishga bag'ishlangan Respublika ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjumanda mehnat muhofazasi sohasida joriy etilayotgan yangi milliy standartlarning amaliy ahamiyati, xodimlar hayoti va sog'lig'ini ishonchli himoyalash, ishlab chiqarish jarayonida xavf omillarini kamaytirish hamda mehnat xavfsizligi madaniyatini shakllantirish masalalari muhokama qilindi. Tadbir davomida mazkur talablarni real ish jarayoniga joriy etish, ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi mas'uliyatni aniq belgilash muhim ekani alohida ta'kidlandi. Bugungi konferensiyamiz tashkilotlarda mehnatni muhofaza qilishning yangi milliy talablarini joriy etishda nazariya va amaliyotning integratsiyasi. Bu nazariy jihatdan oliy ta'lim muassasalarida professor o'qituvchilar, amaliy jihatdan ishlab chiqarishdagi mehnatni muhofaza qilish bo'yicha muhandislarning birgalikdagi fikr almashinadigan, birgalikdagi kelajakda hamkorlikda ishlashlarini va oliy ta'lim bitiruvchilarini amaliyotga tezroq jalb etishga dastur amal bo'lib xizmat qiladi. Aynan 819 sonli qaror 2025-yil 24-dekabrda Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilindi. Bu qaror mehnatni muhofaza qilish sohasini tubdan yangilashga xizmat qilyapti. Bu qarorning asosiy maqsadi amaliy talablarni, mehnatni muhofaza qilishdagi amaliy talablarni tartibga soladi va standartlashtiruvchi hujjat bo'lib, mehnatni muhofaza qilish ishlarini tashkil etadi. Mehnatni muhofaza qilish xizmati faoliyatini yuritadi. O'qitish va bilimlarni tekshirishni amalga oshiradi hamda ishlab chiqarishda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'riqnomalarni ishlab chiqib amaliyotga joriy etishga katta xizmat qiladi. Aslida 819 sonli qaror bu tashkilotlar uchun mehnatni muhofaza qilishni to'g'ri va yagona tartibda amalga oshiruvchi amaliy qo'llanma sifatida xizmat qilmoqda. Ta'kidlangandek, so'nggi 2 yil davomida mehnatni muhofaza qilish sohasida 3 ta hukumat qarori va bitta davlat dasturi qabul qilinib, 100 dan ortiq qoidalarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi hamda 2 ta milliy standart tasdiqlandi. Shu bilan birga qurilish, energetika, tog', kon va kimyo sanoati kabi yuqori xavfli tarmoqlarda xodimlarning huquqiy himoyasini kuchaytirish muhim vazifa ekani qayd etildi. Konferensiyada Davlat mehnat inspeksiyasi faoliyatida jazolashga asoslangan yondashuvdan voz kechilib, baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan profilaktik nazorat modeli joriy etilayotgani ma'lum qilindi. Endilikda ish beruvchilar uchun xavfsizlikni boshqarishning zamonaviy tizimlarini joriy etish, xodimlarni raqamli usullar o'qitish va ularning malakasini oshirish, shuningdek, mehnat xavfsizligi madaniyatini shakllantirish bo'yicha aniq tavsiyalar berildi.